Olmaliq shahrida nega aynan 5/2 hududidan siz uy sotib olishingiz kerak? Sababi mana shu rayonlarimiz kundan-kun rivojlanib bormoqda. Aynan mana shu hududdan 93-domdan bugun sizlar uchun juda ham chiroyli uy topib qo'yganmiz. 3 xonadan iborat hamda bank orqali sotsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxi hamda boshqa ma'lumotlarni aytib o'taman. Qo'limda mana shu uyimizning kadastri turibdi. Qaranglar, hamma hujjatlari joy-joyida, sotishga tayyor holatda. Endi ko'rishinglar mumkin, koridorimizni kattagina koridor, kengina koridor bo'ladi. Bu asosiy eshik bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga shkaflarni zo'r qilib yasatib qo'yishga hamda mana bu yerga oyna, koridorimizda juda ham keng. Bu tomonimizda bolalar xonasi joylashgan hamda bu tomonda yuvinish xonasi, hojatxonalarimiz alohida joylashgan. Ya'ni uyimizda barcha xonalar alohida joylashgan. Bir tomonda yotoqxonamiz bo'ladi. Yotoqxonamizning holatlari ham yaxshi holatda. Mana bu mehmonxona bo'ladi. Mehmonxonamiz juda ham chiroyli holatda. Qaranglar, aboylarni pardalarga moslab qo'yishgan hamda o'rtada chiroyli qandillarni osib qo'yishgan. Mana shu mehmonxonamizda mana shu konditsionerimiz uy ichida sizlarga bonusga qoladi. Oshxonamizni ko'rishinglar mumkin, marhamat, juda ham keng holatda. Isitish tizimi, atapleni uyimizni har bir xonasida mavjud hamda juda ham issiq holatda. Ya'ni issiq suv, sovuq suv, atapleni isitish tizimidan muammolar yo'q. Balkonni ko'rasizlar, balkonni ham ixchamgina, chiroyligina qilib mana shunaqa holatga keltirishgan. Bu yerda choy ichib, dam olib o'tirsanglar, balkonni ham bitta xona qilib yuborsanglar bo'ladigan holatda. Mana shu uyni oldin reklama qilishgan ekan $40,000 ga, lekin hozirgi kunda uy egalariga pul zarur bo'lgani uchun mana shu uyimizni $38,500 ga sizlar uchun savdolashib qo'yganman. Pastda egalarning telefon raqamini qoldiramiz, telefon qilib bog'laninglar. Hech qanaqa maklerlarsiz to'g'ridan to'g'ri uy egalari bilan bog'lanasizlar.